Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu men bada bil hilabi ev tıybi indel gusli. Bu bir kişinin babı ki başladı o kişi hilab degan kaçveden yoki olmaydi ettir bilen başladı gusl qavaqtiki üzide deydimdi. Bizim de Kitab-ul Gusl degan Sahih Buxoriy'niki muşuna kelgan toq. Meni oldingi qatimda gusl degan nima, uniki farzi nima, uniki tartibi qandaq deganlardek mazmunda to'xtaldik. Hozir endi shuniki davomi shu Kitab-ul Gusl deganniki. Hozir endi 6-chi babga kelibdik. 5-chi bab tugagan bo'ldi, yani 5 bab. Hem de 6-cı babda bir adamiki başladı, o adam hilap bilan başladı. Yani hilap. Ya olmaydı huşpurak, yani ettir. Neslen başladı, gusl qavaqtiki üzide deydimdi. Hilap degen nima olursa, mesela hilap degen halabe yahlibun, halb. Halb degen, yani sağdı degan gap, yani töge yoki kala yoki o'shkilmi shundoq saqqalliqniki o'zini men edim deydi onu, yani halb, yani hulub deydimdi. Endi unda o'g'likin bu hilab degan bu yerda halib deydi hozir shu. Buni saqqan narsaniki o'zini mana halaba deydi. Bu yerda hilab degani yani töge yoki olmaydi kala shundoq saqqa vaqti o'zida mana u sutning o'zini shu yerda qo'ydigan qochiniki o'zini arabcha tilda hilab deydi ekan. Yani hilab, yani süt saqqadigan qacha. Yani saqqan sütni qo'ydigan saqqa vaqtining o'zida qo'ydigan qochiniki o'zini nima deydi ekan? Hilab deb müştahane qildi ekan, uni deydi ekan. Endi tiyf degan, endi tiyf degan tabiati bu tiyban deydi, yani pokiz bo'ldi, nihoyat yaxshi bo'ldi, obdan bo'ldi degan gap. Tiyf degan gapniki o'zi yaxshi, obdan degani, yani attirniki o'zini arablarning o'zi shu vaqtning o'zida yani tiyf deb ataydi ekan. Chunki u narsa bak obdan yaxshi bo'lgandan keyin arablarniki shu vaqtdan tortib men attirniki o'zini mushta furaydigan, shu attirlarniki o'zini buni bu yaxshi ko'rganligi uchun buni tiyf ham uniki furug' obdan bo'lganligi uchun bu e'tibor bilan tiyf deydi ekan. Endi hozir endi uniki boshqa ism bo'lib ketdi-ku, endi farpum deydi, u bilma deydi endi. Endi bu yerda bu babni meni qo'yishdiki asas maqsad İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki meni oldingi darsimizdagi o'zida g'usl qavaqtiki o'zida bir qator jusa g'usldan iborat bo'lgan bu farzniki o'zi meni ado bo'ladi. Hem Peygamber alayhissalatu vassalam shu oyatdagi meni shu yiliq fattaharu hatta tagtasilu degan osh oyatdagi izohatini meni nima deb bergan bir qator jup meni o'zi shundoq o'zi yuyup, yani Peygamber sallamdaki ayolları yo başka adamla körüp, yani başka adam köydü degan gapning o'zi, yani jiroqdan bunda körüp o'qidimdi. Men mushunaq cho't deb bergandi. Endi deb bergan bo'lgandan keyin shu bablarniki o'zida masalan qanchalik nimada qancha qator qo'ydi, u yuvish qanday bo'ldi deganlarga to'xtalib, endi shu g'usl qavaqtiki o'zida shu suvninki o'zi ashundaq bir puroq binasi qilib qolgan bo'lsa, masalan qochiga, masalan sut qo'yadigan bir qochiga suvni qo'ydik. Qo'ygandan keyin bu suvda shu sutniki puroqlari deganidek mushtaq bir narsa qilibdi. Yoki olmaydi bu bir narsa qilibdi, uchan o'zida bu nim bo'ladi, o durust bo'ladi. Masalan
Hozirgi davrimizdagi o'zida suvniki nemisiga mundaq bir narsa qo'yib yoki bo'lmaydi uni undaq qilmaymiz. Hozir ham bir ayrim uniki suvni kirni oladigan g'oyatda jiq her türlük yani şunday narsa ishlatamiz. Mesela şampuan, beden supunu, ças supunu deydigan, men mushundaq narsani nima qilganmiz, uni ishlatganmiz. Ishlatgan bo'lgandan keyin, demak, shu ishlatgan vaqt o'zida badanimizda u puroqchi qilib qoladi. Puroq qilib qolgan bo'lgandan keyin, men bu e'tibor bilan, ya'ni shundaq puroq qilib qolsimi, juyilgandan keyin, u choniki o'zida nima bo'ladi, u durust bo'ladi. Bu nima u? İslam dinimizde hata çok emas demekçemdi. Bunu asas nem kıldı. Avut tip. Hem de avut tip indi avut tip. Yani kuşparak nas işletse dedi. Yani ettir işletti. Hem de bizdeki rayollarımız ve onun başka rayolların üzerine bir adam ettir mesela ettir işletmek şahsı juyup nuqandaki juyup manda gusl qilgandan andikin qilgan nimalar var odatlar çok var. Men shunday bir odatlar bo'lgan ekan, men bu e'tibor bilan buni deymiz uni gusl qilgan o'zida shunday gusl qilishlik oldida shunday ettir bir narsa ishlatsa u menim o durust demakchi. Endi bizning rayonimizda gusl qilib bo'lgandan keyin nima qilgan odat var? İşletilen adet var. Yani bazı rayonlarda deydi. Ama yeni bazı rayonlarındaki üzerinde gusül kılıştaki aldıda işletilen müştah bir adet, yani aldığı adet çok bakın. Hem de şunu da bu gusül kılıştaki aldıda işletilen adet olup hem şunu da akşamları mesela yatka vakti üzerinde ayaldağçılık müştah bir yatka vakti üzerinde uçan üzerinde ettir işletilen bunda adet çok bakın. Yani bunu asas neyim kılmakçı bu yerden bunun için maksat çok kılmakçıydı. Hem de bu yerden İmam Bukhari bu yerden de hilaf diyen şu gapniki üzerine yani bir adam ki başladı o adam hilaf falan başladı gusül qilgan vakti üzerinde. Yani bir adam juyulgan vakti üzerinde hilaf yani muşu kaç bilen başladı diyen gap az zahir bu. Yani muşunda kaç bilen başladı diyen muşu batnınki mene izahatı toğırlık şarhi alimler yani alimlerimiz şunday jiq talash tartışıpken. Bu nemi degan gap bu? Bu yılık juyulgan vaqt o'zida bu süt sağıdığan yılık kaçılan başladı degan nemi degan gap bu? Bunu zahir açtahmadi çıkıdı. Bu nemi degan gap bu? Başladı degan nemi degan gap bu? Dese bazıları İmam Bukhari katta alimlik üzerine bazıda ama şundaq bir narsa deb qolgan şeydi deydi o yeni bazı narsa deb şu narsa nima qildi uni deydi. Shuningdek hamda tiyib hilafniki o'zini shu vaqtdagi o'zida ba'zanlar hilaf degan shu vaqtdagi o'zida shu attir ishlaydigan bir qachiti. Qachi bo'lgandiki shu vaqtdagi o'zida buni hilaf deb ataydi, keyin undan boshqa narsa deb atasimi? Yani bu İmam Buxorining demakchi o'ni shu. Yani g'usl qilgan vaqtda o'zida shundaq bir attir bir narsalarni ishlatib, men mushtaqchu qilamdi. Degan gap bo'ladi deb yana ba'zilar bu qandoq gap u yiliqi o g'usl qilishniki oldida bunda bir ishlatigan odat bormi? U odatda g'usl qilgandan keyin ishlatigan ish bo'lsa, g'usl qilishniki oldida bu ishlatsa bu puroq ketmamdi, bu qandoq gap deb shunda bir e'tirozlama İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bu mucho bo'pti ekan endi. Endi bu yerda demakchi o'g'li asosan xulosa gap, ya'ni puroq ishlatilgan suvniki o'zi, bu yerda demakchi o'g'li g'usl qilgan vaqt o'zida ishlatilgan suvniki o'zida shundoq sutniki purig'idak ya qachining o'zi sut purig'ining burqib qoladi ya shu. Yo'q bo'lmaydi attirdak bir narsa ishlatsa. Endi ishlatamdi. Ya'ni ba'zi odamlar o'zining urf-odatida qarab, yilsinki o'ziga bu til tekkizishi mumkin. Yani hozir ahvolniki o'zidami? Bu qandoq gap attir degan gapni u yuyishniki oldida ishlatsa, u yuyinib qolgandiki u attir ketib qolsa, bu qandoq mushtah bo'ladi. Shundoq bo'pti ekan. Shuna bir odat bor ekan. Ya'ni yuyishniki oldida, g'usl qilishning oldida bizning rayonlarimizda biz bilgan xalqniki o'ttirsizda, xalqlarniki o'ttirsizda g'usl qilgandan keyin u bo'lgan bo'lsa-mi, ammo başka milletlerinin örf adette müştah bir iş bakken. Şunun karta, andaki İmam Bukhari, tövenki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yedisinin ben müştah depçi ne kıldı onun da deydi. Yani müştah göz karış
la bakken emdi. Meni bu yerda tarat ağa vaqt o'zida yoki pokizlik vaqt o'zida hilab degan gap bu yil attir. Ya'ni tarat ağa vaqt o'zidami, g'usl qilgan vaqt o'zida mushta attirni ishlatdi. Ya'ni payg'ambar davomli mushta ishlatdi. Hattoki shu yotqanda yatishdan burunmi mushta ishlatdi degan mushta gapni chiqardi. Endi buni qarta endi bu yillik islom dinimiz ana demak yani burundan tatip asıl yol koyup olan gibi. Ayal mesela yetiştin burun ikisi bir-birini kılıkta ikisi müşündak ettir nesi işletişkir çok gerek değil. Asıl bunu İslam dediğimiz anlı burun oturup koyup olan çok gep tövendeyim kelidi. Bunu biz onu kılmaklık. Bizim bulup bu Uygurlarındaki örf adeta bu işi yok. Ama Araplarda bana ettir bak işletene basak pur aşağıda ekelimizim. Dedi İmam Bukhari hadis bayan qilib bizlarga Muhammad Musanna. Dedi Muhammed hadis bayan qilib bizlarga Abu Asim. Abu Asim bo'lsa Hanzaladan bo'lsa Qasimdan. Qasim bo'lsa Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan. Dedi Ayşe berdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki g'usl qilsa o payg'ambarsan janobatniki jahdidin. Bu yerda minniki o'zi ta'lil. Ya'ni min ihtida yoki nima emas, tabiin undoq emas. Ya'ni bazı vaqtdagi o'zida minniki o'zi li lam mansidan keladi mimma xatiatihim ughriqu degan mush oyatniki sababidan degan gapni biz nima qilgan uni o'qib. Unda o'qandan payg'ambarsan qachoniki g'usl qilmoqchi bo'lsa janobatdan ya'ni janobat ya'ni junub bo'lib qolganlik jahdidan mushta g'usl qilmoqchi bo'lgan bo'lsa qanday qildi payg'ambarsan kishirti payg'ambarsan bir shayini nima o'xshash hilab o'xshash hilabqa o'xshash bir narsa qichirdi. Ya'ni hilab o'xshash degani, ya'ni puraqlik, ya'ni sut sog'digan qochiniki qochiq o'xshagan bir narsani puraydigan bir narsa qichirib, akirib ama puraqni men odima ishlatay deb andikin işte qichirib qanday qildi payg'ambar shunga oldi payg'ambar buni o'zi olqini bilan mushta nima qildi o'ziniki olqini bilan mushta boshlaydi. Yani şu narsani elib attirdak bir narsa shu olqinga chechib uni dekin qanday qildi shuni bilan mana boshlaydi payg'ambar o'ziniki o'ng beshiniki tarafi bilan uniki so'l beshiniki tarafi bilan boshlaydi. Mana boshlab mana attirga hilab o'xshagan narsa degan masalan qanday qildi payg'ambar o'sha attirdak yoki bo'lmaydi yog'dak. Mana ut yağı, u yağı, bu yağı deyimiz gon. Mesela zeytun yağı, u yağı, bu yağı degandek. Mana şu g'usl qilishniki oldida shundaq narsani ishlatib. Mana ishlatgan vaqtingizda o'ng tarafda checham, chashni maydaga ishib olgandi. Mana shundaq narsani ishlatib, undan keyin andagi qanday qildi payg'ambar alayhisolatu vasallam shuni bilan qildi payg'ambar bu ikkisidan o'ziniki beshigacha qildi. Endi bu yerda qala degan gapniki o'zi shu 7 stada keladi. Bazı vaqtdagi o'zida qildi degan ma'nodan shu aytimiz. Ya ishorat qildi deb. U chog'da bu asli qala gapning o'zi dedi og'zi chiqdi degan gap. Bu gapniki o'zini mushundaq ba'zi vaqtda dedi ishorat qildi deymiz. U vaqtning o'zida qalaniki o'zi qiliq degan ma'noda bildirdi. Qiliq degan ma'noni bildirib, qiliq degan gap dedi degan gapniki, ya'ni ayliq am ma'niniki o'zini bir xos ma'ni bo'lgan qoli bilan nima qildi dedi. Bunda ishlatdi. Bunda bir odatmi çok bor. Hem ishorat qildi, dedi, hem qildi degan ma'noda. Unda o'g'andiki payg'ambar o'ng so'l qo'l tarafdan mushtaq boshlab, unidagi payg'ambar qildi shu o'ng so'l qo'l tarafini o'ziniki bosh tarafiga cho'q qildi. Ya'ni o'ziniki beshni o'ng taraf, so'l taraf deb, shuni payg'ambar bu so'ng ishniki o'zining payg'ambar qildi o'zining beshiga. Ya'ni beshiga mushtaq mesela yağ yoki olmaydi sapun biz ashta qilamiz ya undan keyin mushtaqcha qilib attirmishda ishlatib undan keyin nima qildi tuvanki yana g'uslniki ishini undan keyin g'usl badanga so'qishib mushtaq nima qildi deydi. Ya'ni demak payg'ambar alayhisolatu vasallam g'usl qilishniki oldida mushundaq puraqliq yoki yog' yoki attirdak mushundaq narsani. Endi Imom Buxoriy Abu Taybi indal g'usl degan tibni
bu yerda keltirdi. Yani bu hadisda yok. Ama bu babniki üzerine bunu koydu. Nemişka? Çünkü o hilapniki ma'nosi bu yerda biz hozir degandek, yani puraqliq bir suvniki shu yani kuchini texim kuchlantirish uchun chiqaradigan kirniki o'zining ishlatilgan narsada deb ma'no etganligimiz uchun u puraq bo'lib qolgandan keyin undan narsa ishlatibdi yoki bo'lmaydi attirdak narsa ishlatibdi deb buni uqtirish uchun shu tibi deb imom Buxoriy mushtahni qilgan degan deymiz. Ondan keyin biz shu hadisga asosan g'usl qilishnikki oldida sochlarimizni mesela g'usl qilmay turib sochlarimizni mesela sabun yoki bo'lmaydi yog', zaytun yog'i, har xil yog' chechimiz mesela quroq deb ketdi deyli, yo beshib ketdi deyli, yoki kepak bo'lib ketdi deyli. Mana g'usl qilishnikki oldida o'chani o'zida buni ishlatsak, unidagi g'usl qilsak, bizningki g'uslimizni nima qilmaydi, ta'sirchi qilmaydi. O'chani nima qilmaydi, ta'sirchi qilmaydi. Degan çok gap bo'ladi meni payg'ambar alayhisolatu vassalamniki mushu hadisga asosan. Undan keyin menda ihrom yoki nima payg'ambar shundoq g'usl qilmoqchi bo'lsa, g'usl qilishlikka iroda qilsa degan bu ma'noda yana birisi bundoq. Yana birisi qanday ekan, g'usl qilmoqchi bo'lsa degan gap yerda hilab bilan boshlaydi degan, hilab o'xshaydigan oldida payg'ambar g'usl qilishlikka oldida payg'ambar alayhisolatu vassalam mushu qochiq suvni akirib tayyor qilib anidan keyin g'usl qilishni nima qildi deb boshlaydi degan bu ma'noga mangdi. O'changizda bu ma'noga mang'an vaqtning o'zida payg'ambar meni g'usl qilmoqchi bo'lsa, siz janobatniki jahdidan qichirdi payg'ambar alayhisalom bir shayniki hilab o'xshash. Ya'ni hilab degan suv qochilaydigan Kaç o'xshash bir suvni akinglarman hamda g'usl qilaman deb suvni akeltirdi. Suvni akeltirib shuni o'ziniki olqin bilan suvni nima qildi? Mana oldi. Elib shu suvniki o'zida o'ng tarafidan boshlaydi, undagi sol tarafdan, undagi boshdagi, ya'ni hammasi mushtaq suvni yub mushtaq nima qildi? Boshlaydi degan yana hilabniki asli yana Kaça degeni yani soniki yüzü bilan boshlaydi degan çok gap bo'ladi. Uçağınızda mana bu yerlikka mahallini iroda qilib hal. Mahall degan nima? Qachi degan suv turadigan joy. Uniki ichiga to'g'richi narsa emas, suv. Ya'ni suv bilan boshlaydi. Ya'ni g'usl qilishni oldida payg'ambar ko'l deb yugurib berib g'usl unda qilmay, g'usl qilishniki oldida payg'ambar suvni tayyor qilib, g'usl qilaman suv deb ya'ni şu sığdıralım kaçırken. Şunu kılıp anındaki bunu nem kıldı. Benim müştah g'usl işini müştah başlaydı. Yani g'usl kıştaki aldı da sonu tayyor kıldı. Degan nem boludu, gap çok boludu deydi. Bu ma'noga men nemasi var? Ehtimoli çok bandi. Yani ishkadisiga. Endi bu TV degan vaqtdagi o'zida bu yerda suv bilan boshlashdan bu yerda neminiki, ma'nosiki uçağının o'zida Ettirniki ma'nosi aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Unda o'g'andiki bu yerda eng yaxshi o'g'ini bu yerda hilab o'xshash debdan. Hilab o'xshash degani, ya'ni hilabga o'xshash puraqliq binasini akeliti demakchi. Ya'ni bu sutning kelimasi bu vaqt o'zida tip degan ma'noga munosib keladi. Bundaq ma'no etsak, texima obdan mudahni bo'ladi, ma'no chiqadi. Endi payg'ambarniki tip ma'nosi olgan vaqtimizda payg'ambarniki odatida shu g'usl qilgandan keyin yana attirni ishlatdi. Bu normal bir odatdir. Ammo g'usl qilishniki oldidami yana ba'zida shundoq puraqliq narsa ishlatilgan bo'lib bu g'usl qilgan vaqtning o'zida meni boti degan bundoq ma'noni cho'q bildirdim. Babul mevmeleti ve istinşakı bil cenabeti. 7. bab. Ağzı yuş ve burnu yuşniki babudur cenabette. Yani cünüp bu qağa vaktin özüden ağzımızı ve burnumuzni yuşniki nemisidir on babudur deydi. Yani cünüp bu qağa vaktin özüden ağzımızı ve burnumuzniki yuşniki hükmü nime?
Yani bunun üstündeki bunu bayan kılımız deydi. Şimdi bizdeki Hanefi mezhebindeki üzerinde gusül qavaxtaki üzerinde mene ağzıyla burnunu juyuşniki üzü nemi dedik onu pers dedik. Pers deb qaraydı. İmam Buxari qatarlıq alimlar bu pers emas, bu nima o sünnet deb çok qaraydı. İmam Buxari'nin qadı bu yerdə Akagini bu yerdə məqsədi İmam Buxari'ninki bu yerdə sünnet deməkçəmdi. Sünnet bu nima emas, bu yerdə perçon emas deb muşu babni çok qoyğan. Endi bizinki Hanefi mezhebindeki üzüden gusül kılışındaki üzü yani 3 tane yani 4 tane 3 tane perz var. Yani 4 birisi niyet. Yeni bir sanadaki ağzımızda ve burnumuzda ve bütün bedenin hem kılış pakizce yuş. Bu perz oldu. Bu perz oğanlığındaki üzü bununki perz ikenliğini ispatlaşta Kur'an-ı Kerim'de çok buluşu gerek. Hem de Kur'an-ı Kerim'den çıkış çok gerek. Bu perz ikenliğini ispatlaydı. Hem de Kur'an-ı Kerim'de bulmuşsun bazı vaktdeki üzüden onunki hükmü yani bu yılki hadis olsun mu uçağın üzerinde perzi ispatlaydığı iş çok var. Hem de Kur'an-ı Kerim'deki hükümdeki üzü o perzdeki hükmünü ispatlaydığı bu delil kat'i delil oldu. Kat'i degen %100 mene Allah bunu için cezmen beketken kat'i delale degen itibarla sabit olan hüküm deyimiz. Hem de yedisinki yüzünki mi? Yani aşındak bir perz, vacip, diğerlikine bulup mu sünnet ispatlaydı. Bunu ispatlaştaki neyimiz var? Yani küçü var. Ama onu uqturuşta kat'i emas zanni bir şekilde neme kıldı onu bildirdi dep neme kılımız onuğa qaraymiz. Neme için onu deyimiz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den mana kişik taharet deyimiz yani kişik taharet ağa vaqtınızda kişik taharetni mana kılışni buyruğa vaqtınızda siz yuvnalı dedi. İnsilu vujuhakum dedi. Ve aydiyakum dedi. Ama Cunub hikaye vaqtın üzüden alayda bu siğini bu neme kılıp onu bir özgertip alayda neme dedi? Fattaharu dedi. Hem hatta taqtasilu dep bu yer işkiyada işki ayetini bir tefsirleydi. Muşta dedi. Digendikin ittihari bək pakiz onunla degen gep boldu. Bək pakiz onunla digendikin demek ma kişik taharetler çoğun taharet bir-birisiga nima qilmaydi ekan, o'xshamaydi ekan. Men o'xshamas qanday o'xshamaydi? Masalan, kişik taharet almoqchi bo'lgan adam muhdas asg'ar. Ya'ni kişik taharet paskillik degan gap. Kişik paskillik degan, ya'ni bu adam bilan kişik paskillik çoğun paskillik var. Ya'ni Cunub akbar deymiz var, ya'ni çoğun g'usl qiladigan. Bunun ikkisi farq var. Birisi kişik taharetni ağa vaqtın kişik hadas yani taharet yok vaqtın üzüden degan gap bo'ladi. Bu çağın üzüden mana bu İslam dinimiz unchola taharet yok adamga bazı ahkamlarni qilmaslikqa ajoyib ta'kidlaganicha yo'q. Mesela Kur'an-ı Kerimni bir adam taharet yok, mana og'zida o'qishdan bo'ladi, duruşçu bo'ladi. Zikr, tasbih hamma ibodatni qilishga bo'ladi. Lekin namoz o'qishga bo'lmaydi. Uning shart nima? Taharet. Endi Cunub bu pağa vaqti üzrə İslam dinimiz bunu bir qancha nemini noqtani üçün qoydamdı, tosçı. Nem qılamaysınız, Kur'an okuyamayısınız, məscid çıxamaysınız, məscidin içine çok kiramaysınız. Digərlədik hem silap tutamaysınız, digərlədik Cunub adam hem tutamaydı. Anırsal bir iğraraq bir nəsə çok qoydu. Qoyğan deyken bu itibarla hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki tövəndə keladigan, yeni başka muhaddis alimler rivayet qilgan hadis asasen bu nima demek? Yani ittaharu degan aş ayetine ait pakizununa degan muş ayetga asasen cezme bu ayette o'xshamaydigan. Onun için bir taraftan ağzı bilan burnumuzdaki üzü, bir taraftan bu yani yüzünki içide o hesaplandı. Yine bir taraftan mahbi. Yani yine bir taraf yuşrun itibar oldu. Onun itibarından şu bir biz asasen bu yani muşu
yo'g'a vaqtdagi o'zida shu og'iz bilan burundagi o'zini zohir a'zoniki qatorida xato hisoblab, mana buni çok qat'iy yumsaq bo'lmaydi. Ayrim alohida deb, mana bu e'tiborlar mana g'usl qilgan vaqtdagi o'zida bu yiliqi og'zimizda burnimizniki o'zini yuvishniki pazdab qarishi o. Dedi İmam Buxoriy, 7 Spanyol bizga Amr ibn Habs ibn G'iyos dedi bu Amr. 7 Spanyol qiladi mana mening otam. Dedi o otam 7 Spanyol qiladi mana Amash. Dedi Amash 7 Spanyol qiladi mana Salim bo'lsa Kurayb bo'lsa Ibn Abbas roziyallohu taolo anhudan dedi Ibn Abbas. 7 Spanyol qiladi bizga Maymuna. Dedi Maymuna, qo'ydim men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bir g'usl qo'ydim. Ya'ni g'usl qildigan bir suvni. Endi g'usl degan ma'noda g'usl qilgan suv degan gap bo'ladi. G'usl degan gapniki o'zini oldingi darsimiz degandek bütün bedenniki hammani yuydigan ya'niki o'zini nima deymiz uni g'usl deymiz, ya'ni yuyinish deymiz dedik. Ba'zi vaqtda o'zida g'usl qildigan suvniki o'zini nima deydi ekan arabcha tilda g'usl deb deydi ekan. Shuni tayyor qilib ben qushg'andan keyin qanday qilib bermasan, ya'ni men qachidan bir qachi qush berdim degan gap. Şuna Maymunam deydi. Şuna qo'ydim men, shunga qo'ydi peygamberim yüzündeki o qo'lini, yüzün sol qo'liga nima qildi? Soni çok qo'ydi. Ya'ni yüzündeki o'ng qo'lidan sol qo'lining yuziga soni nima qildi? Uchoqning yuzidan meni qo'ydi. Qo'yib o'ng qo'lidan sol qo'lining yuziga, ya'ni soni o'ng qo'liga epdi, sol qo'liga qo'shibdi. Mudaq nima qilibdi. Shundan Peygamber bu işkiyle kolunu nima qildi? Yani onun jodi bonusunu bunu aldı edip yelaki kirdirishnik aldı bo'ldi, yani muştaq kolunu üçün jodi. Onudaki jüp bo'lgandaki Peygamber o'zidagi jinsiy a'zosini jodi. Mana kishi tahorat va g'usl qilishniki oldida endi bu g'usl qilgan o'zida u ya pokizib keldi desakmi, ammo uniki oldida ayrim bu yerni yuvatishimiz uchun yaxshi. Onudaki Peygamber kıldı, yani kâle degan kıldı ma'nida. Kıldı Peygamber yüzündeki meni qo'lida ziminni kıldı, yani ziminni kıldı degan gap. Yani silidi Peygamber şu ziminga şu qo'lni to'pig'icha silidi. To'pig'i nima qildi? Surkidi. Shu jinsiy a'zoni jub bo'lgandan keyin men Peygamber yüzündeki qo'lini 3 qator jub bo'lgandan keyin undan keyin Peygamber yüzündeki qo'lini ziminga to'pig'a mundaq surkibdi. Müştahça kuptu. Ondaki kup bo'lgandaki Peygamber bu qo'lini nima qildi? Judi. Jup anadikin Peygamber yüzünü mezmez qildi, Peygamber og'zini chaqidi va burnini chaqidi. Mana og'zi bilan burnini chaqidi deganki bu hech qasosdan ayrim qildi demak, ya'ni ayrim qildi deganni bildirdi ham. Bu chaqniki o'zida bu yani farz ekanligini nima qildi? Alohida ahamiyat berdi bunga degan gap. Alohida ahamiyat berdi degan gapniki o'zi bu yerda nima qildi? Yani muhim ekanligini bildirdi. Bunun itibarıyla biz onu nima deymiz? Tarihteki vacibi deymiz. Andaki Peygamber yüzünü judi. Yani yüzünü juttu. Jugandakin şundan andaki bilahni yakıp bilahni judi degan gap yo'q. Yani bazı rivayette bir 7 tasvirlab u bor. Şundan qo'ydi Peygamber yüzünü beshig'an so'qishdi. Ondan g'usl qilib bo'ldi beshga so'qishib. Ondaki Peygamber bir taraf bo'ldi, g'usl qilgan yerdan shu bir taraf bo'ldi. Ya'ni bunga yerdan. Shuni judi Peygamber o'zining ikki qadamini judi. Ondan keyin keltirdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga bir mindilni, ya'ni badan yuzni etadigan bir lungini keltirdi. Keltirgan vaqtimizda palam yanfud biha. Mana bu Peygamber silkimidi, yani etmedi Peygamber şu nima bilan şu yiliq mindil bilan yüzünü nima qilmadi, etmedi, yani qabul qilmadi. Qilmayla, uni ishlatmayla mindilning yuzini shuna kim kipchu chikatdi degan nima bo'ladi? Uchon o'zidan gapchu bo'ladi endi. Endi yani ishlatmadi lungini degan gap. Bu yerda bihaniki zimiri mindilga yanadi. Mindiliniki yenishniki o'zi xirqat degan ma'ni itibaridan, yani lunga degan gapning o'zi bir parcha latta degan gap. Bir parça latta bo'lgandan keyin o'sha bihi degan ash ziminning o'zi mindilga muzakkar bo'lmasa,
Bu nima uchun biha keltirilsa? Chunki mindil xirqatdan iborat bo'lgan, ya'ni xirqat yana muannas labzi bo'lgan ekan, shu biha deb keltirdi. Mana buninglar Peygamber yüzü silkimedeki yani silkimedi yani etmedi. Degan şu an adab zemir keltiriş şu xirqat ma'nosida bu e'tibor bilan buniki zemirini mindil uchun yandırmız. Mindilning xirqat ma'nosida. Yani demek Peygamber g'usl qilgan vaqti o'zida g'usl qilib bo'lgandan keyin lungini ishlatmabdi ekan. Bunda ishlatmabdi ekan. Yani ishlatmaslikda yoki uçan hava yaz olganı issiq. Ya bu itibarıyla onu işletmesimi uçağını gözünün buluduğunu kurup geldi. Kurup ketgendeki şu itibarıyla işletmegen depmişler. Çoğu ne kalmış onuğa karayımız. Endi bunun karab bir adamımız Peygamber mindil işletme, lüng işletmedikken g'usl qilgan deyken dep işletmesi yüzün işi. Yüzün işi. Ama onu hem Peygamber bu yerde işletmezlikte Peygamber uçağın özünde ya hava issiq ya şamal çıkıp durdu, onu işletmeye ihtiyacı yok. Yani bu itibarla işletmedi de biz uçağın özünde bizim rayonlarımız, yaşavatqa yerlerimizi kartta onu işletmesek bombaydı de işletsek o benim boludu, o mu durur sendi? Babu mesil yedi bit turabi li tekunu enqa. Bu 8. bab kolunu sılaşniki babudur topağa. Yani kolunu topuk sürkeştin babudur. Neymiş kan? Ta şükür bolsun bu kol bek pakiz olsun. Enqa, naki diyen neyme pakiz. Enqa diyen neyme isim tebzin. İsim tebzin oğandayken men bu kolununki üzün bekerek pakizlerek, soğuma pakiz oludu. Ama şu sudun yuğandaki sunu arılık ondaki yine topuk sürük yapmış taksak bazı yani jukaya bazı konunun nimeler işleri hep kalıyordu yakin nimede. Bu kış arkak atehimi pakiz olsun da konunun üzerine suni juşla birlikte andaki top bilen bunda jusakçı uçağın üzerine o duruz. Yani uçağın üzerinde hazır kadar kol supunu, o supun, bu supun deydiği onda bilmesi yok. Peygamber şu çağda topunu işletipken. Yani topu degen nima? Topu degen pakiz yani. Dedi İmam Bukhari hadis bayan kıtazıga Abdullah ibn Zübeyir, dedi Hümeydi. Dedi o Abdullah, hadis bayan kıtazıga Sufyan, dedi Sufyan, hadis bayan kıtazıga Ameş ve Salim ibn Ebi Caddin. Bu kişi olsa Kureyb olsa İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhumadin. Yani bu kişi olsa Meymune radıyallahu ta'ala anhudin rivayetçi kılıdı. Şuna deyip ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem g'usl qilgan idi janobatdan. Janobatdan nima qildi? G'uslchu qildi. Yani junub bo'lib qolganlik jahdidan g'uslchu qildi. Qilib qanday qildi tafsili ahvoli? Judi Peygamber o'ziniki jinsiy a'zosi qo'li bilan andiki surkidi. Peygamber shu qo'li bilan tomni nima qildi? Surkidi. Yani qo'li bilan tomni nima qildi? Mushtaq etib, mushtaq qo'lini shu surkitdi. Qilib bo'lgandiki Peygamber anadiki bu qo'lini shu yine bir qatim shu judi. Ondaki terat aldı Peygamber yüzününki tarihini namaz için ağan tarihini çok aldı. Yani ondaki etipop ondaki namaz ağan tarihtek yani Bismillah deyip ondaki 10 taraftan başlayıp kolunu bayağı jüp ondaki müştak çok kaldı. O vakittaki mene tüydüvide o Peygamber memde yüzündeki g'usl qilishdan yüzündeki bedenini bütünle yuştan qanday qildi? Jüde Peygamber yüzündeki iki putini. İki putini çoğu ne bakıldı? Jude. Hem de bu yerde yüzü bir taraf oldu da bayedisa ineklendi. Bayedisa men g'uslni muşundak jüp bo'lgan deyken andaki putini jude degan gap yani onu deyken yani su yig'ilib qolgan ekan, qari das bo'lgan deyken men u chaqning o'zida oyoq chiqib andaki putini mi qilgan ikkinchi qatorchi yuğan deymiz endi. Yani demek yani Peygamber yüzdeki qo'lini teximi pakiz bo'lsin deb Peygamber shu vaqtning o'zida tomoq surkab, hamda qandoq nim qildi, hamda yani topoq surkab, mushtaq cho'q qilgan. Bunda qilsaq nima ekan u durust ekan. Mana shundoq yani mo'min har qanday vaqtingiz pakiz bo'ladi. Yani pakiz bo'lishdimi eng pakizni tanlab bu ishni cho'q qiladi. Men pakiz olgan o so yamında qis bolgan deb amanda qilmassin. Asli pakiz qilishdan iborat bo'lgan bo'lsa, ya'ni badandagi paskinlarsa, yo shundaq najosat ashtaq bir puraydigan bir narsa bo'lgan bo'lsa, u chog'da buni erishga zodi Alloh taolo suvni yaratdi. Yani suvni shuni yaratdi, ammo
Suvni u pokiz qiladi, ammo buning qarta texmi bir pokiz qismida ba'zi moddalarni ishlatsak nima ekan u durust ekan. Asli mo'min qanchaki pokiz bo'lgan nima u yaxshi ham. 9-bob. Aya kirgizamda Junub adam o'zining qo'lini qochiga shuning oldidagi u qo'lni nima qilgan? Shuning oldida kirgizgiga jo'g'ay u adam qo'lni. U adam qo'lini meni yuvishninki oldida qochiga kirgizisi bo'lamdi, bo'lmamdi. Mana. Qachoniki bo'lmasa, u adamninki qo'lidan bir pastki narsa jinobatdan. Meni jinobatdan boshqa bir pastki narsa yo'q. Bo'lmasa, ya'ni yo'q ekan. Yani o adam junub bo'lib ketdi, ammo boshqa bir narsa yo'q, tutmabdi ekan. Ya u ya birini ya kishi tarat qilib cho'ng tarat berib tutmabdi ekan. Tutmagan vaqtning o'zida meni qo'lni yumay turib, unidagi qanday qilishimiz kerak? Meni uning oldida meni qochiga kirgizsak bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi shu vaqtning o'zida men qochiga kirgizmay oldida suvni to'kib, buni qo'limi yuvatib, anidagi tarat olgan qo'l tarat olgan vaqtida qochining o'ziga qo'limizni kirgizimizmi qanday qilamiz? Men mushuning ustidagi nima o? Bab 9-bob deydi endi. Endi endi ma gapni o'qib, biz endi hozir yashayotgan mushu davrimizniki o'zida bu qachon ishlatmaymiz. Qo'lni kirgizish yo'q, hech qanday bir adam. Ammo hozir vaqtimiz cho'ng bo'lgan odam bundaqmi ish bormidi, nimandaqchi gap qilgan deb. Endi buniki mana 50-60 yilniki oldidagi hayotda ya 10-20 yıl desəkmi buludu. Hayatımızdaki özüdə öygü bunda soniki tur bilan keldiği bir işçi yo'q. Hamma adam qanday qildi? Qaçıl bilan. Hozir bizning rayonimizda bir qadar madaniy tarafda taraqqiy qilgan bunda bir millat bo'lgan ekan, u chog'imizda masalan ivret deganidek bunda bir qaçini ayrım bunda tarat olgan qaçini ishlatib buning uchun barliq kelgan. Endi ba'zi yerning o'zida unda bir sanoat, unda bir ishlab chiqargan bir narsa yo'q. Bo'lgandiki qanday qilib o qachon ya o'z yasapla apirib buni legendak yoki dastak qachon ishlatgan gap. Bu ish bilan g'usl qilma shuni ko'tirdim. Ko'tirib olgandan keyin o'chog'ingizda kichik bir qoch olmagandan keyin shuni bilan qanday qilib bu ish bu yukim bu shu atrofdagi kishilarga cho'p bo'lgan gap. Kirgizdi İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu va Bara ibn Azib o'zining qo'lining Tavratniki suyganini qildi. Kirgizdi va yumg'an edi. Mana o qo'lni uchun ular uchun yumg'an edi. Yumay turibla o'zi qo'lning o'zida qochig'i nima qilgan? Kirgizibdi ekan. Kirgizib andiki yub qo'lini yumg'an qo'lning o'zini, mana nijosat bilan yo'q. Yumg'an tarat elishdi buni yumg'an qo'lning o'zini qochib kirgizib, qo'l yub andiki taratchu epdi ekan. Andiki taratchu og'anti. Ya'ni demak u nima ekan? O durust ekan deydi. Va ko'mgan edi Ibn Umar Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu hech qanday bir haraj nasni ko'mgan edi. Onda bir nasniki chechiraydi o narsa janobatniki g'usledi. Yana junub bo'lib qolgan vaqtda o'zida yuydigan shu suvniki o'zidan yuyinishdan chechiraydigan bir narsa bor. Ya'ni yuyilgan vaqt o'zida masalan kiyimlarimizga g'uslniki yuyilgan vaqtida suvning o'zi kiyim kechak nima qilib ketdi? Chechirab ketdi. Chechirab ketsa uning o'zi o vaqt o'zida mana Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala buni hech qanday qilmaydi deb bundan nima qilgan undan qarg'an deydi. Nimishqa? Chunki g'usl qilgan vaqtda o'zida ana badanimizga so'qsak chechiraydi, nima qiladi? Mana bu chechirgan suvniki o'zi bu jig'niniki 5-chilik bo'lgandan keyin u nima o afu. Onu İslam deyir, apu qiladi. Bu nima qilmaydi? U ya'ni shundaq nima qilib kelsa, paskinchi qilmaydi. Mana paskin qilishniki nimiz miqdori faqat shu mesela maisamalniki o'zini bizning Hanifiy mazhabnikidek mana o'chan najis deb o'chan qarasak, Imom Azzama bu niki o'zini ham yondi deb rivoyat bor. Shu fatvaniki o'zida Imom Muhammad rahmatullohi alayhi mu ash so'ziga asosan o'zi pokiz ikkinchi narsa pokiz qilolmaydi degan e'tiborga qaragan vaqt o'zida men hozirgi Imom Buxoriyning ma'gif bilan muvofiq unda lekin bu chon o'zida unda bir narsa chechirab ketdi, nima bo'lib ketdi, u chon o'zida nima mas'ul bir narsa paskinchi qilolmaydi. Ya'ni hech qanday cho'p bo'lmaydi. Endi biz buni may musammal degan vaqtga o'zida u chog'ingizda chechirab ketgan, ya'ni o'zi masalan ushshaq chechirib ketsa afu, ya'ni uni hisob qilmaymiz. Ammo yo'q chechirib ketgan vaqt o'zida u chog'ingizda bu
bir tiyin miqdori. Yani alqanning miqdori bitirib, müştaq nəsinki üzü deydi, yəni alqançılıq deb. Bu çağımızda uya bir yer çeşiramız onu jıqsaq, şunçılık olub qalsa, andık onu juyuşumuz kerak. Deb, bundaq deyib qılımız, onuğa qarayımız həmdi. 261. hadis. Dedi İmam Buxari, hadis bayan kıpırızga Abdullah ibn Mesleme. Dedi Abdullah, hadis bayan kıpırızga Eblah olsa Kasım'dı. Kasım başı Ayşe radiyallahu ta'ala anadın. Dedi Ayşe, bertim ben gusül kılıttım. Men ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bir kaçıdın gusül kılıttık. Yani ihtilaf kılışıp kalıttı. Yani karşılaşıp kalıttı. Bizimki kollarımız şu kaçıdı çoğu ne bu kalıttı. Karşılaşıp çoğu kalıttı. Deydemdi. Meydemde Ayşem men ve Peygamberimiz bir kaçıdan gusül kılıttık degene. Yani ne degen gepken yani gusül kılıttık degen sonu ekip koyup. Anladın gusül kıldık degan gap bu yerda hemen onunki aldığı imvan kichik tarat var degan. Kichik tarat olgandan yani şu vaqt o'zida alayda bir yerda jop anladın aya kolumuzni jop ondan qachiqqa qonni tiqtiqmadaqchi yo'q. Bu yerda mutlaq olgandan keyin u chaqning o'zida men bir odamniki o'zi mana gusül qilishdan burun qo'liniki o'zini yuvishdan burun mana u qachiq kirgizib bunda gusül qilsin deb qildik ekan, bo'ldi ekan. Men ishkalam mushtaq qildi ekan. Yani zoir shuni bildirdi. Deydi. 262. hadis. Dedi İmam Buxari hadis bayon qiladigan Musaddad, dedi Musaddad. Hadis bayon qiladigan Hammad olsa Hishomdan, Hishom bo'lsa o'zining otasi olsa Oyshamdan. Dedi Oysha, berti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki gusül qilsa, janobatninki jahdidan gusül qilmoqchi bo'lsa, juydi Peygamber aleyhissalatu vesselam o'ziniki qo'lini nima qildi? Juydi. Yani aldılan qachiq kirgish Maydiston deb qachiq kirgishniki aldı o'zi qo'lini nima qildi? Juydi. Deydi. Endi bu yuqorqi yedisinki o'zida bu yerda bizning qo'limiz ixtilof qilishdi degan, yani birimiz qarshi degan gap. Qachon ikkalamiz savolimizga qo'limiz bir-birimiz tegishib qoldi shu degan gap bo'ladi endi. Bo'lgandan keyin bu e'tiborlar yani nima ekan? Bu chaqning o'zida g'usl yumasdilar, qo'limiz ashak tiqtoq degan gap bo'ladi. Ma'noda Maydisa g'usl qilishdagi oldida mushta qo'limizni payg'ambarsan nima qildi? Mana qo'lni yuvdi andan keyin g'usl qilman deb ya tarat olaman deb qo'lini shu tarat olimizga qildi degan gap bo'ladi. Ya'ni ikki holat bu edisining qo'li ikki edisi, ammo rivoyat qilgan kishining o'zi Oysha. Yani edisindeki ba'zilari mushtaq hukmni qildi chiqadi endi. Dedi İmam Buxari hadis bayon qilgan Abu Valid, dedi Abu Valid, hadis bayon qilgan Shoba bo'lsa Abu Bakr ibn Habsdan, bu adam uruvdan uruv bo'lsa Oyshadan. Dedi Oysha, bertim men, g'usl qildim men va Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir qachidan janobatniki jahdidan. Bir qachidan g'uslchi qildik. Endi ayrim qism bo'ladi. Lekin u vaqtdagi o'zida yoki uyda qacha bir, yani ikki emas, bu e'tiborlar ashtaq o'xshash qon bo'lishi mumkin ham durust bo'lgan ekan. Chunki Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki qaishniki o'zi bo'lmaydiganroq bo'ladi, yaxshi bu, yeni birisi bo'lmaydiganroq, mana bo'lsa yeni durust qilib berish yuziniki o'zidan mundaq qildigan bir odat bor. Mana bu odat bo'lgandan keyin shunga Peygamber bu ishni qilgan. Bu yani Peygamber mesela g'usl qilgan vaqt o'zida ayollar deydamdi keyingi o hayat qilib qolgani buni Peygamber buni ma'lum jihatda o'zi ham biladi. Ondan keyin Peygamber'niki şu ahkamni yetkazishniki masalasiga o'zida o'zi bevosita erlarniki oldi turib ham qilib, ham so'zlab boshqa qandaki ayollarniki o'zida mushtaqchi qilgan. Aslida ayollar bilan mushtaq qilmagani bo'lsa, ikkisi ayrim qilgan uchun u bo'ladi. Aslida shunday qilgan odat. Lekin shunday bo'lsa yana mandaqsinin bo'ladi. Durs oldu degan bunu hata olmaydı degan bunda bir yolunu ko'rsatmışlar bir qadaqlar çok bak Peygamber. Onda o ki muş işini çok kan. Ya bu hata emas. Çünkü ayol işkelisi aldım təqdim degandikim işkelisiniki iş qandaq bir yerleriniki özüdə məxfi qalğan bir yeri yok. Yani Abdurrahman ibn Qasim'den rivayet qildi yine. Yüzün atısı bolsa Ayşem'den yukarı hadisdeki o'xshashini nima qildi? Rivoyat çok qildi
deydi endi. Yuqorqi matndagi o'xshini. 264 hadis. Dedi İmam Buxoriy, hadis payğambərimizə Əbul Vəlid, dedi Əbul Vəlid, hadis payğambərimizə şöbəsi Abdullah ibn Cəbr rivayet qılıdı. Dedi Abdullah, anladı mən Enes ibn Malik radiyallahu ta'ala anhudan deydim. Mənə berdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ayal ve bir ayal Peyğəmbərimizin ayalları doğan ayal mənə gusül qıldı bu işkəydən bir qaçıdın. Nima qildi? G'usulchi qildi. Deydi. Ziyoda qildi İmam Muslim va Vahb Sho'bidan janobattin. Yani g'usul qildi bu ikkisi bir qancha juminal janobati deb bakama ikkisini rivoyatida junub bo'lib qolganlik jahdidan mushtaqchi nima qildi? G'usul qildi. Endi bu yerda Anas radhiyallohu ta'ala qanday bildi? Chunki Anas radhiyallohu ta'alaning o'zini meni opisi bo'lgan Sulaym Peygamber Sam'a kelgan vaqtda 10 yosh atrofida ekan, va sizning xizmatlarini qilsin deb Peygamber Sam'a ashtaga opirib beribdi ekan. Opirib bergandan keyin kichik bo'lgan ekan, o'changizda o xizmat qilgan odam ham payg'ambar deb hamma odam diqqat qilib qo'ygan, hammasiga diqqat qiladi. Bu e'tibordan g'usl bo'lganligini, g'usl qilgandan ba'zi yuyinib bunday qilsa, o'changizda hamma odam sharaq-shuruq suvni ep bunday qilgandan keyin biladi endi buni. Bu yerda bir qanchadan bu g'usl qildi degan gap qanday? Chunki g'usl qilgan vaqt o'zida, qarg'an vaqt o'zida g'usl qilib bo'lgandan keyin Anas roziyallohu ta'ala besh qilaman yoki tozalayman bir ishmi deb kirdi. Kirgandan keyin bir tarafda nima qildi? Bu unday bo'lgandan keyin bir qancha qilibdi deydigan bunday gapni chu bildi. Shu bunday qildi. Asli g'usl qilish janobatdan o'zining nimasiga bu er ayol o'ttirishga maxfiy bir ish, ikkinchi bir odam uqtirmaydigan. Babu teprikul gusli ve vudu'i. 13 bab. Bu gusül kılışniki ayrışniki babudur ve taharetniki ayrışniki babudur. Deydemiz ayrı bu. Yani bu yerde degeni teprik degen perraka yuferriko. Yani ayrım yani akım emes degen gep. Şimdi gusül qavaqdaki üzden taharet ağa vaxtdaki üzüdə, kiçik taharet ağa vaxtı üzüdə mənə hər bir əzanı akım yuş. Yeni birisi mənim İmam Buxari qoyğandək ayırıb yuş. Yani ayırıb yuş degen, yani bir əzanı jübbübdük, jübb bolğanı bir işlə olub getibdi, onu ki bu qurub getib ya az qıpdı, onu ki o işini qıvetib, onu ki ciddi bir iş jübb qırıb, onu ki qağa yədi demək qıpdıq, başlapdıq. Yani bunu közsüdü. Yani demək teprikul gusli degen g'usl qilgan vaqt o'zida g'usl qilgan vaqt yuydigan a'zoning oqimi jumay ayrim orliqi bir ish bir narsa kirib shu qilish orqali nima qilibdi yupdi. Jugan bo'lsa bo'lamdi, bo'lmamdi. Bo'ladi imom. Bu Buxoriyning ko'z qarashicha shunday tarat kichik tarat og'a vaqt o'zida har bir a'zoning o'zida oqimi yuyish. Mana İmam Buxoriy deydi, arvetib bunda yusaqçı boludu. Akım aqa unda yumsaqmıçı boludu deb qaraydı. Yani tarat ağa vaxtımızda mən konuşuyumuz, onu dekin burnumuzga, ağzımızga, yüzümüzü müştaq yuyumuz. Juğa vaxtı bırakıp başlap akım yuş. Bu mesele. Bu mesele ki ağa vaxtımızda bizninki, yani fi mezhebninki üzüdə bu akım yuşniki üzü neymi o sünnet. Şu tatabu deydi. Bu neymi o sünnet. Yani akım kurup kalmayın. Ağzımızda şak bırakla şu akım jüvetiş bu sünnet. Şimdi bazı ölümaların de bu neymi vacip. Mesela İmam Ahmed, İmam Malik katarlık alımlarının göz karışça bu akımı jönüp boğa vaxtıda, guslu qağa vaxtıda, tarat ağa vaxtıda her bir azan akım jüşümüz vacip. Yani vacip degeni eğer bir adam bir azası jüp, onu bir iş yüzürüp ya su tükep getipti ya sunu ayıqap ekirmede buna kelki arı su beden uya kurup getipti deydi. Kurup getip onu ki tarat alsa bu adamniki şu adı kelgen yerden tarat olmaydı deydi. Onu başkalarının erişçi gerek deyimiz. Biz bolsa başkalarının elin olmasa kelgen yerden o ne bakırsınız alsınız tarat buludu bununla namaz okusunuz buludu yapmışlar ne kılımız onu karayımız. Yani bunu demekçi İmam Buxari ve zikir kılıdı
zikr qilindi İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhudan. Shuni deb yozgan İbn Ömer jo'g'an edi o'ziniki qadimining bir nimasidan keyin qurib ketdi. O İbn Ömer'niki tarat alıngan nemisi joyi. Yani tarat olgandan keyin men imom bu yilki İbn Ömer tarat ep g'usl qilib tarat ep bo'lgandan keyin u sut yeb ketib ish qilib qolgan qandan keyin qarab baqsa undan keyin uchi qurib ketibdi. A'zoniki o'zi yuzning u bilahniki issiq qurib ketib shamol ketdi. Shuni degan putqa suv yetmabga ish qilib ketgan undan keyin suvni akib puti jubdi ekan. Men mushundaq cho'q qilgandi. Ya'ni demak taratni olgan vaqtida am sahmi nima ekan? Ya'ni bu tatabu deydi. Bu durustga deydi İmam Buxoriy. Dedi İmam Buxoriy yetishpanligimizga Muhammad ibn Mahbub dedi Muhammad. Yetishpanligimizga Abdulvahid dedi Abdulvahid. Yetishpanligimizga meni bizlarga A'mash olsa Salim ibn Abi Ja'din bu kishi Quraybdin İbn Abbas radhiyallohu ta'ala mavlasidiki İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan edi. Dedi İbn Abbas, dedi Maymuna radhiyallohu ta'ala anha. Qo'ydim men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bir suvni qo'ydimki g'usl qildi payg'ambar shu suv bilan. Payg'ambar g'usl qilgan bir suvni cho'q qo'ydim. Qanday qilib payg'ambar tafsil. Şuna qo'ydi payg'ambar o'zining ish qo'liga so'qishchi qo'yib, bu ikkisi judi ish qata yo uch qata judi. Undagi qo'ydi payg'ambar o'zining men o'ng qo'li bilan so'l qo'liga so'qishib, shunga payg'ambar o'zining zakarlarini judi bu yuqorida deb aytildi. Andaki payg'ambar dalaka degan surkidi degan gap, mana o'g'ildi degan gap bo'ladi. Mana surkab o'g'ildi payg'ambar o'zining qo'lini zaminga uğulaptı yani sürkepti zemine nıpkıptı. Andikin ağzını çakıdı ve burnuğa su elip burnu çakıdı. Andikin yüzünü jüdü ve kolunu iş kolunu jüdü ve yüzün beşini jüdü üç kata. Şununla Peygamber andikin yüzün bedenine hemmesi çok soğuk jüdü. Andikin Peygamber yüzündeki kadimiden yüzün şu g'usl joydan betarafchi bo'ldi. Talaha deydi. Nahvi degan taraf degan gap. U yerda betaraf bo'ldi. U yerda sal yo'tkaldi. Yo'tkilib bo'lgandan keyin payg'ambar o'ziniki ikki qadamini nima qilgan? Juga deb mushtaqcho dedi. Endi bu yerda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda aytib o'ziga mushtaq oq jumusim bo'ldi deganlikdan bu yerda payg'ambar o'ziniki g'usl qilgan ya'niki o'zidan u payg'ambar oyoq yo'tkaldi. Yo'tkilib bo'lib, andikin ikki putini judi. Yani ikki putini judi degan gap, aqam bu şey jumabdi. Anda ozroq vaqt o'tib ketibdi. Vaqt o'tib ketgandan keyin bu e'tiboran aqim jushchi vojibchi emas ekan. Yani ozroq vaqt o'tib ketsin, bir azondan oldin jush, bu nima ekan? Durust ekan deb bundacho deydi İmam Buxoriy ko'z qarashimdi. 11. bab. Bu bir kişininki babıdır ki, kujdi bu kişi yüzünki on kolundan sol koluğa g'usl qavaqtın yüzüne mi kıldı? Kujdi. Men muşning üstüdeki on, men bu bab şu deydemdi. Şimdi bu yerdemde yüzünki on kolundan sol koluğa sokujdi. Hem bu yerde aslında sol kolu su elip on koldan başlaş gerek. Yani on taraftan başlaş gerek. Bu nime adab. Bu sünnet. Hem de bazı vaxtdaki üzüde Peygamber yani on koluyla su elip sol kolu sokujup bunda bir başlap kalığa işçi var. Mesela kahve, mesela istinca kahvakta üzüde. Bunda kasımın nimiken o usulda. Bu nimiken o dururken deydimdi. Yani bunu demekçi. Yani Peygamber devamlı o tarafının nima qildi? Yaxshi ko'rdi boshlashdan o'zini. Ba'zi vaqt o'zida ana shunday sol tarafdan boshlab qolgan, ya shu ehtiyoj ya zarur qoldi. Bunda ish uchun bo'lib qolsa bo'ladi demoqchi edim. Dedi İmam Buxoriy yetishmayotgan Musa ibn İsmail dedi Musa. Yetishmayotgan Abu Awana dedi Abu Awana. Yetishmayotgan A'mash olsa Salim ibn Abi Ja'din bu kishi Quraybdinki İbn Abbas radhiyallohu anhu mavlasi edi. Meni bu Adamning o'zi bu Qurayb İbn Abbas'a rivayet kıldı. İbn Abbas olsa Maymuna bintul Haris'tin
radıyallahu ta'ala anhadan rivayet qildi. Dedi o Meymune. Qo'ydim ben Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga g'usl qilgan bir suvni va g'usl qilgan bir suvni cho'q qo'ydim. Va to'stim Peygamber sallallohu deydi. Ha ko'rib qolmasin deb o'zi ayol bo'lgandan keyin yo'g'on bir kiyimni qilib, bundacha to'stim. Shunlar Peygamber sallallohu o'ziniki kujli o'zining ish qo'lgan so'kujib shu qo'lniki o'zining bir qatim yani ikki qatim yurdi. Dedi Sulaymon, endi shu rivoyat qilgan raviyninki o'zi. Mene bilmeyim aya zikr kıldımı İbn Abbas 3. katımdı diyen gapni yani 3 katan diyen gapni ya ki kamadım bu yadımda yok değil. Andaki kujde peygamberim yüzün 10 koldan yüzün sol kolga sokujde sokujup yüzün cinsi azazı şöyle. Mene bu şu cinsi azazı tutuştan sol kolu işletimiz bu bir sünnet. Mene bunda bir zörrüp qağa vaxtı davamlı sonu 10 kolu kuşup 10 kolu başlaşamaz. Mene aşu vaq makam kelgan vaxtı sol kolu işletiş muhim deb kelgan vaxtınızda sol tarafni başlasam ekan o durusken. Deydi. Onu dikin uğul dedi Peygamberim yüzünkü kolu zimig'ini qildi surkab. İşte uğul. Yoki tamg'an deydi. Ondaki Peygamberim şundan ağzı su aldı ve burnu su aldı ve yüzünü ve konu judi ve yüzün birleşini judi. Ondaki Peygamberim yüzündeki cesedeki sonu çok kuşdu. Ondaki bir taraf oldu bu yerden. Şunlar Peygamberim yüzün iş kadimini judi. İş kadimini şungan deyki ben sunup verdim Peygamberim'e bir hırkatını, bir parça, lattını. Yukarıda mindil dedi. Şunlar Peygamberim işaret kıldı yüzün kolundan muşna okşaş. Yani Peygamberim muşna okşaş işaret kıldı ki onun ne mukamadı irade kılmadı. Arada yuridu. Yani irade kıl ne mukamadı irade kılmadı ki yani ben sunpagan lüngünün yüzü irade ip munda kılmay yüzü kolu işaret bir yak dep ama işaret çok kıldı işletmeymen dedi. Yani bu yerde bazı rivayetlerin yüzünde bazı adamlar velem yarudduha deb redde yaruddudan ibaret olan muzaab sulasininki qatardım bu. Degan bunda bir tafsirim bor ekan. O'shan o'zida Payg'ambar yüzün qo'lidan ishorat qildi degan aka dedi. Rad qilmadi Payg'ambar shu lungini rad qilmay ishlatdi degan ma'noga shu bor demdi. Buni bordi. Endi chunki yedisinki o'zi Qur'oni Karimnikidek unda zibir harakat qo'yilgan shu emas. Burunqi nusxalarni. Hozir yangi chiqqan bulup bu Buxari, Sahih Müslim'deki kitaplarındaki üzerinde ve onun başka muhim deb qaralgan 7 kitaplarının üzerinde bu yerde ne var? Ondan men hareket var. Uçağınızda zir-ziber hem nersi çok koydum. Bu kim peyda olan gap? Bunun davrida uçu yok den. Endi bunun davri olgan ekan, bu yerde Peygamberim rad qildi emas. Yani Peygamberim bunu almadı emas. Yani rad qilmadi. Rad qilmagandan keyin ishlatdi deb ishlatdi mena Peygamberim lungini ishlatdi degan delil bu deb mundaq bir ma'nomi shu ishlatgan. Bunun nimasi var? İhtimal var. Lekin şariy olimlarniki ko'pincha bu yerda bu arada yuridin irade qilgan, yani arada yuridin chiqqan bu nima on pil jahat. Yani rad qilmadi. Yani irade qilmadi Peygamberim bunu. Yani ishlatmadi yuqori qadasa falan yani puz degan hadis qilsa bu şari'da ondan ki bunu irade qilmadi yani qabul qilmadi yani Peygamberim lungini ishlatmadi degan mundaq nimada oludan nima deydi shu bo'ludi deydi. Deydi. 12. bab. Bu bir babdır. Qachoniki cima qilsa o adam o'zining ayoli bilan cima qilibdi. Ondan keyin yenibdi o adam. Yani bir qator cima qilib bo'lgandan keyin bir qator yani ko'ngli tortib yani nima qilibdi? Yenibdi. Bu qanday bo'ladi? Yani bir adamniki 2, 3 yoki 4 ayoli bo'lgan bo'lsa, uçan o'zida yoki o'zining shu ayolning o'zidaydi. Bir ayol bo'lgan shu uçan o'zida bir qator bo'lgandan keyin yana bir mezgildan keyin yana qilibdi. Shu vaqt o'zida har biriga biridan g'usl qilish kerakmi? Yoki tarat edish kerakmi? Yoki jinsiy a'zosini yuvish kerakmi? Qanday qilish kerak? Mushuning ustida uçan qanday qiladi? Va bir adamiki aylandi o adam o'zining ayollariga bir g'uslida. Yani bir adamniki 2, 3, 4 ayol var ekan. Ayol bo'lgan vaqt o'zida mana har birisiga ayrim
konuşuca tatip kaptandı. Her birisi kaşık bağa vakti üzerinde, yani gündüz ya keçinin bir kayıt emez. Yani şu vakti üzerinde artık uzamaptı. Şu vakti üzerinde bir ayalığa, yani hemmisiyle şu işin tüketkendeki bir katım husul kısmı bulamdı. Ya olmaydı her bir ayalının kaşık bağa vakti üzerinde bir de husul kısmı çok gerek mi? Yani müştüm üstündeki kelime bab deydemdi. Manıdam iza cemaasıma adetgen 101 ayal varken, yani bir ayalda yani bir katadan başka deydi. Şu ağırlıkta kanda kılıdı. Yani bu. Dedi İmam Bukhari, Yedis Bayaklısı Muhammed ibn Beşşar dedi Muhammed. Yedis Bayaklısı İbn Ebi Edi, Yahya ibn Said. Bu kişisi Şube'dir. Şube'si İbrahim Muhammed'in Munteşir'dir. Bu kişisi üzüm atısın, dedi atısı. Zikir kıldım ben, bu gepni Aişem'ge. Endi bu yerde zekartuhu deb bir zimir var. Bu yerde zimirdeki üzü tövende keladigan İbn Ömer radhiyallahu ta'ala'nın giyipiniki üzünü Aişem'ge deydiken. İbn Ömer radhiyallahu ta'ala'nın yani ihram bağlağı vakti üzüde şu ihram bağlaştaki aldı ettir bir narsa işletip onun deyken ettir kıpkasıp bombaydı bu cinayet doludu depmişte köz karayızken. Muşu gepniki üzünü Aişem dedim deydi. Aslında bu tövenki babdı keladi. Aişem degandiki dedi Aişem. Allah Teala Abu Abdurrahman'a rahmet kılsın. İbn Ömer radhiyallahu ta'ala'nın onunki kuniti Abu Abdurrahman iken. Bertim ben, işletirdim ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge hoşbırak ettirçi işletirdim. Yani Peygamber sallallahu kanda kılten ettirdek, utdek, miskdek işte nasıl ekirip yüzün bedellerge, şu kim keçerge müştak sürkep, müştak kıldım yani Peygamber'e hizmetli kıldım. Yani ayal olan adam irgi müştak çok kılıçı gerek. Bu nemiken Peygamber'e ayallarınki yüzü irgi müştak çok kıptani. Müştak kıldım. Şununla Peygamber'e kanda kıldım. Men tavap kıldım Peygamber'e yüzün ayallarına deydi. Anladıkken men tavatturdu Peygamber'e ihram bağlam. Tanat turttu. Şundan adetiki çeçiraytı, puraytı. Mene o Peygamber'e bir purahını şu purak turttu. Hem de bu yerde nezaha, yansaha, nesaha diyen bu meniniki üzüdüman nezah dep mundahmi keludi. Ma ravayetin üzü nezaha, nezaha dep keldi. Yani purak çeçip ço turttu. Tuğadaki Peygamber'e müştak kıldı. İbn Ömer bunu bilmepti. Bilgen bolsa Allah rahmet kılsın. Bu gapni şu demeydi. Demek bilmeyli müştak ihram balığı adamdaki üzü. Uçağın üzü kanda kıptı. Uçağın üzü açta kıp bolsa cinayet ötküzüp uçağda hata işkan boludu dep o gapni şu demeydi dep Ayşe müştak gapni şu depti. Yani demek bu yerden Ayşe'mdeki maddiye rivayetindeki üzüden men Peygamber Aleyhisselam yüzündeki ayalları vardı. Ayallarga tavap kıldı degan nima degan gap mutlaq. Yani her bir ayalni qishki bağa vaqt yüzüden yani birden g'usl qilamdi ya qilmabdi. Mutlaq o'g'ada qilmaydi. Yani qilmaydi. Oxir bir aqli nima qildi? Bir g'usldan tugutdi. Deb men mushu ma'noni shu deymiz. Endi Tövenki hadis 268 hadis. Dedi İmam Bukhari, Yedis Bayaklısı Muhammed Beşşar, dedi Muhammed. Yedis Bayaklısı Muaz ibn Hişam, dedi Muaz. Yedis Bayaklısı bana benim atam. Bu kişi olsan kata dedin. Dedi Katade. Yedis Bayaklısı Enes ibn Malik radıyallahu ta'ala dedi Enes. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devri kıldı Peygamberimiz yüzündeki ayallarına bir saatte keç ve gündüzdün. Yüzün ayallar devri kıldı. O ki o ayallar 11 çok idi. Deydi. 11 idi. Yani bir ayallarga Peygamber ya gündüz ol keç olsun konu tartip işte kahvaltı üzerinde. Yani bir ayalların hemmisi devre kırıp müştak çok kılıttı. Yani kaldaki yani demek hemmisi ayrı ayrı gusül kılmaydı. En ahırda bunu tügüttü diyen gap çıkdı. Degandiki dedi bu Ebi Katade. Dedi men Enes kan. Evakanu yutikuhu. Aya beremti Peygamber bu işe takat keltiramdı, kuch yetemdi. Yani Peygamber'deki 9, yani bir rivayette 11 ayalı var. Yani 11 ayalının üzerinde bir saatte depti. Bu yer bir saatte deganning üzerinden bu yerde yani biz hazır yani nemi qatkan, anlap kivatkan, örf odat qo'llanayotgan 60 minutdan iboratgan saat emas. Bu yerdagi soat nima uchun u soat yo'q.
uçağınızda saat yok. Hazır konumuzda 60 minut, 1 minut 60 sekund deydigan. O bir keç gündüz bir vaqt. Yani bir vaqtda degan gap. Yani bir vaqt yoki peshin deyilib yoki kechida degan bir vaqt bo'ladi. Yani bir vaqtning o'zida mushtaq o'zining ayollarga mushtaq 9 ayolga shu bir qatimda davruchu qildi. Deganlikdan endi buni endi Abu Qatada hayron qilib so'raydi. Bu qanday kuch yetamdi bu ishqa debman. Degandiki dedi Anas, bir biz so'zlaydik, ya'ni sahobaning o'tirsida shunday deb deyishdik. Shuniki jazba payg'ambarga berilibdi 30 dona erkakning quvvatini berilibdi. Deb mushta so'zlaydik. Yeni bir rivoyatda 40 dona erniki quvvatini beribdi. Deb bunda shu so'zlaydik. Deganda o'zi bir bo'lsa mana 30 yoki 40 er kishiningki shu quvvati u odamda bo'lgandan keyin, ya'ni demak, u nima bir vaqtda yoki o kechida yoki o peshin deyilib yoki atgan tarafda bir vaqt bo'lgandan keyin uçar o'zi buni kuchi yetdi degan nima u gap. Dedi Said Qatadadan rivoyat qilib, jazman Anas hadis bayon qilib beribdikan, bu Anas ularga mana tis'atu nisvatin debchu nim qilib beribdikan, rivoyat qilib beribdikan. Ma'noda 9 ayoldi deydi, anında 11 ten deydi. Bu qanday gap desen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki ayoli 9, yani hörlerden ağan. Endi hör olmagan 2 tane ayoli varken, yani sari deydi, yani cariye, yani didaktin nim qilish orqali ilingan birisi Mariya Misrdan hadiya qilib evatgan, yeni bir yerdan o'lji qilib qolgan bir ayoli varken. Bu itibarla rivoyatdagi 11 degani shu, rivoyatdagi 9 degani hör ayollar chu bu. Buni demakchi. Yani demek, endi mushundaq bir axla ondan imkondan andiki g'usl qilsa, bu hadisga asosan nim bo'ladi, o durustchu bo'ladi deydi endi. Endi ba'zi rivoyatdagi o'zi ba'zi bu hadisga asosan shu ulamolarimiz agar u odamniki yoki 2 3 ya 4 ayol bo'lib qolsa, o'zingizdan men ashta bo'lsa, hammadan bir g'usl qilsa bo'ladi. Yani ba'zi olimlar yo'q, uçağınızda her birisiga birini g'usl qilish kerak degan mushtaq nima qildi, bundan mushtaq çok ko'z qaraydi. Endi her biriniki nimasiga bundaq bir qavaqtingizni g'usl qilish kerak degan vaqtni o'zida uning qartami yine Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellemniki nimasi var, hadisi çok bor. Yani şunun asosan deydi. Ba'zilar mana kishi tarat evetish kerak deydi. Hatto ki yine bir qatim şu ayolga yine bir qatim yenip kelgan vaqtga oraliqda yine kishi tarat edish kerak. Deydi, ya ba'zilar yo'q jinsiy a'zosini bu yine boshqa bir rohat nim bu uchun mushtaq juvetib, ondan keyin mushtaq qilish kerak deb men ulamolarimizniki bu tarafida bo'lgan men tushunchisi shu. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi unda demaydi ekan. Ya'ni mushahidasi keltirgan o'zi mushundaq keltirdi ekan. Ya'ni eng oxirgi bir qatim yoki o'zining bir ayol bo'lsa ya bir qatim yoki uni da jek qolgan bo'lsa, uni da keyin oxirgisi cho'p bo'ladi deb bunday nima qiladi, qaraydi. Endi Ayşe radhiyallohu ta'alaniki yuqorgi hadisga asosan mutlaq. Yani Peygamber shunday qiladi, ma'lum emas endi. Mutlaqan ma'noda yani bu zahir. Yani bu yerda 9 ayol var. Tushunamiz keyin Anas radhiyallohu deganidek bunday bir ishni chu tugab bo'lgandan keyin qildi deb tushunadi. Endi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mana 30 yoki 40 kishiniki quvvatini berildi deydi. Endi hammamizga ma'lum, Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bir örnek. Qur'oni Karimniki qandaq amaliy ijroatini bildiradigan va uni izohlab beradigan, bayon qilib beradigan bir zot. Ya'ni mandaq chiqib ketgan vaqt o'zida bu zotniki o'zi meni insoniyatning ichida chiqqan eng komil, mukammal bir inson bo'ladi degan gap. Ruhiy tarafda hech qanday nima yo'q. Hamma tarafda sog'lom degan çok gap bu. Chunki vahiy ruhiy dunyoda tutishib turganligi ruhiyatning o'zi nihoyat komil, mukammal. U zotning o'zida hech qanday bir shaytoniy qiliq yoki bu yaxshilikqa tava bo'lmagan ishning hech qanday bu odam yo'q degan çok bo'ladi bu o'rnak asosan. Endi laqad kana fi rasul uswatun hasanatun degan oyatga asosan yeni birisi demak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a men shu yani
30 yoki 40 kişinin kuvveti berilibdi demek. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki beden kuruluşu şundaq saptı deyin ki. Hem o zat erkek olğandıkın erkekliği üzü erkeklik aleti fevkul adde yukuriti diyen nemini bildir kamil mükemmelti diyen yapıldı. Yani Adamniki bir narsaniki qanchaki o'zlik tabiatsiz sap bunda odat o'g'il bak sap bo'ladi, bak kuchli bo'ladi. Nayt undan bo'ladi. Endi shu kishilarniki shu ojizlik va kazo ishniki kelsak, shu odamniki badan qurilishniki deganda bo'lmaganlikdan kelib chiqadi. Şu an bu meselelerninki o'zida kishilar bir-biriga o'xshashmaydi. Endi u sog'lom, ammo şu sağlam boğamda %100 men undaq bir holatda ba'zan bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi, endi ba'zi töven bo'ladi, mushtaq bo'ladi. Buni qarab anadikin u kishilarning istaklari buni qarab nim qilmaydi, o'xshamaydi. Ammo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki qandaqki ruhiy odati shunda kamil mukammal bo'lgandek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki erkaklik ve şunundak beden kuruluşun ibaret doğan. Yani bu terpinik üzü şun hiç kandak bir yer tesir uçurmağan asastaki bir nime o beden. Yani bedende bundak olğandık bu itibarla muştak kılışkın nemesi var küçücük batı. Dep muştak ne okulumuz unuğan deyimiz. Şunda boğanlık için şu an o iş şu tabi alatta tabi olsa uçan üzde bu yedi dağın yani nesin üzü çünkü şu cinsi şehvetin üzü yemek içmekte olan yemek içmenin hemmimiz degandek bedeller sağlam neymi olsa azza yemeknin içtiğin hemmimiz özce yetkizgendeki uçağın üzde şu azisima yıllık azdaki adamın ma şu yemekten boludu cık adam işte boğandıkken sağlam boğandıkken yemeknin içtiği şey kuvvetleydiğin hemen maddenin üzü ba. Onda boğandıkken bunu apırt bunu uçuyor ne kılıdı. Hoş. Onda boğandıkken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki ay Allah'nınki otturuzda kısmetin üzü kandaktı. Şimdi ma rivayetke asasen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki ayallarınki bir gün bir ayalını kaşıda, yeni bir gün bir ayalını kaşıda. Yeni bir ayalını kaşı olğandıkken uçağınızda bu ayalını kaşıda tuğan bir vaktin üzüde bu nim boğan ve bu vaktin üzüde Peygamber bir ayalını kaşı vardı, yeni baş bolamdı. Diğer vaktimizde bazı öğrenmelerimiz Peygamber Sallallahu yani bu Allah Teala bergen nimede kısmet vacip emez Peygamber Sallallahu vacip emez. Yani öz konu tatkanı çünkü ayet var. Tehvi men teşâ ve tovi ilâki men teşâ degan ayet mezmununda. Men muş ayetke asasen öz konu tatka ayağına kısıp boldu. Lekin Peygamber Sallallahu öz adil, tabi müştak kişi olğandaki bu itibarla özü taksimatını müştak özücü vacip üçün beketken. Şuna Peygamber Sallallahu sefer çıkan vakti özüdümün bu işlerindeki özüde men müştakçı kur taşlap müştakçı kalite. Kımısın boldu. Lekin onun konunu yani ayap, yani bu adil olsun deyip, yani bu işten çok kalite deyip, müdahale kılımız onuğa deyimiz. Şimdi, bazı adamlarınki özün, bunda vaktin üzerinde Peygamber Sallallahu kandaki hayatındaki ahırda, yani Ayşem'deki üyden ötküzüşüne yani ümit kılıp açtı degendek, sonradan kağa ayarlı değil mi? Şöyle ötküzsen degen vaktin üzerinde, bunun makul degen. Bunda o anki Peygamber Sallallahu belki şu vaktindeki üzerinde, şu ayarlardan sonra, anladı ki başka ayarlardan, yani ayağının təbiiti olmuş şundaq bunu yani kaçanlık beden kuruşundaq bolsa oma hissiyat nemisi kançı kata nem bolsa kötüler bazı kötüler baytaqan bu itibara Peygamber bu ayağını ruhsat ağa vacipti ruhsat elip makul diyen deyken anı deyken bu işini çok kanti deydi. Ya ki olmaydı Peygamber sallallahu muşundaq ayağını oğa vaxtı özüde her birisi ayrılış devri tüygəndiyken şu vaxtı özüde bu iş boğan. Boğandıkken yeniden başlaş nemiz ki vaxtı özüde muştaq bir iş şu boğan. Dep mundaq nem koludan qaraydı. Endi bu vakanın özü Peygamber sallallahu muşu səpərdən kəyə vaxtı üzdümün muşdaq boğan. Çünkü Peygamber sallallahu özünki ayarlarını səpər qağı vaxtı özüdə kimninki çəktaşlap kim bilen çıxdı. Endi bu yerdə şu vaxtı özü səpər qağı 10 gün, 5 gün, mesela 15 gün, 10 gün, 15 gün, bir ay, 2 ay ketdi bir yerə görüb girişdə. Şu cəryanın özüdə ya ayarlarını anmay. Şu vaxtı özüdə Peygamber sallallahu şu vaxt ağrı uzap ketgəndiki emir. Bu itibarla şu vaxt yenkiyə vaxtın özüdə yenidə başlayan vaxt iken şu vaxt özü Peygamber sallallahu ki bəlkə şu canın özüdən hissiyat yəki nə qılıb şu vaxt özü bəkərək intiliş buldu yəni. Şu vaxt özüdə müşlaq çox qılan tip Peygamber sallallahu.
Şuna bu rivayetni o'zi payg'ambar mushu 9 ayol ya 11 ayolning o'ziga bir qator mushu davr qonun degan hayoti bir qator bo'lgan ish bu degan ba'zi bir rivoyatlarda ulamolarimiz mush gapni shu deydi. Endi mushuni qarab hozir yana shu qalbi kasal odamlarning o'zi to'g'ri tushunmay buni mushtaq qilib degan bunday gapni tepishi mumkin. Lekin uniki qalbi kasal bo'lganiki u odamniki qandoq to'g'ri bo'lsa, qandoq qilib yana rost bo'lsa uni ta'til tushunadigan bu odamniki nimasi o xatosi tushunib olgan ish bor. Biz undaq odamni gapiga nima qilmaymiz. Biz mushtaq ishimiz, meni o'limar mushtaq qo'g'dab, mushtaq sharilab, uni boshqa yerda mushtaq rivoyatni asos qilib mushtaq tushuntirgan. Bunun uchun mushtaq nima qilamiz? Uni tushunib qilamiz. Endi deydiki bir adam, o deydiki bir payg'ambar tursa, yani bu bir inson bizak erkak. Bu qandoq qilib bir vaqtning o'zi 9 ayol yoki 11 ayol qo'shib bora oladi. Siz bora olmaysiz. Ama bu payg'ambar hozir biz degandek. Bu o'xshamaydi. O'xshamagandan keyin bu e'tibor shunga Alloh Qur'oni Karimda usvatun dedi-chu, usvatun dedi deb bundan qilamiz, ularga shuning uchun javob beramiz. Ya bu kallasa aqlning yuziga o'xshatami hozir zamonga qarab, uçadagi insonlar hozirgi insonlardan, bunu 1400 yillik insonlar favqulodda qurgan. Hozirgi mana yashayotgan insonlarning o'zida hamma odam ixro qiladi. 30-40 yilniki oldidagi insonlarniki badan qurish o'xshamaydi. Hammamiz e'tirof qildik. Chunki yeyotgan, ichayotgan narsaniki hammasi xosho, hammasi nima plastik. Unda bo'lgandan badani haqiqiy, tabiiy undaq bir narsa yo'q. Hammasi ximiyalashib ketgan narsa. Buni ular qanday qiladigan ekan? Odamning ko'pi kasal. Bir ish to'g'ri bo'lmaydi. Ilmandaq, yana u deb o'zi hozirgi yashayotgan muhitga ben shunday qo'shaydi deb qoldi. Undaq emas. Men hammada buni ixro 50 yilning oldidagi odamlar bilan hozir o'xshamaydi deb hammada buni ixro qildi. Bizning bolalarimizni qarab deymiz, ko'rdingmi bola nimada biz unda emasdik deymiz. Chunki zaman mushtaq bo'ldi-da, tadrijiy bo'lgan bir ish endi. Yani bu itibarla Allah Teala açtaqçı kan. Yoki Allah Teala bizning iymonimizda shu payg'ambar açtaq quvvatni uchun bergan. Nimishqa? Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam endi 9, 10, 11 ayolni elish yoki 7-8 ayollar turishniki o'zi quvvatni talab qiladi. Nima uchun bundoq ish Alloh hikmat qiladi? Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam kishilarga Allohniki dinini yetkazadigan muballigh. Muballigh bo'lganiki payg'ambar qandoqki mana kishilarga, erkaklarga yo'qmish uyning sirtida yo'qmish deb nima qilish orqali bundoq bir yetkazganda. Endi ayollari bir ayol qo'y 2 ayol qolsa boshqa. Ammo buning qarta 4 to'xtalmay 8, 9 bundaq qilishniki o'zi payg'ambarniki ayollari o'zi payg'ambarniki o'ziniki hayotida qanday ko'rgan bo'lsa, aynan kishilarga yetkizish bo'libmi? Ayollarniki ichida bundaq gaplar najih bo'ladi. Shu ayollarning o'tirib gap to'la, gapni ojiz qilib turmayat, bizning uyda undaq bo'ldi deb o'z o'tirib bir-birisiga mushtaq deb xalq o'tirib shundoq yeyadi demdi. Kishilar chiqmaydi bu gap. Ayollardan chiqadi. Unda bo'ladigan Alloh taolo bu risolati yetkazishdan iborat bo'lgan maqsadi ilohiga asosan Alloh taolo bir qancha ayolni elishga halol qilib, shuningdek buni qarta Alloh hamma narsa qodir bo'lganligi bu zotniki o'ziga bir quvvatniki berishi mumkin. Agar u 9 ya 11 ayolni elib masalan unda bir quvvat bo'lmasa, uçan o'zi bu ayoli degan yani Oyshamda qiz bola, uning boshqa hammasi yosh, bir qanchalik unda yana qolganlar hammasi bir qator aytib chiqqan yoki cho'ng ashta bo'lganiki uning ko'ngli bor. Unda bo'lganiki bu bolamda o nafratlik qolsa bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh ashta bergan uchun bu risolatni yetkazsin. Chunki oil ishi, taloq ishi, har oil ishi bor. Shunga sahobalarniki mana ishidan ayollarning ishi kelgan vaqtimizda Oyshamdagi rivoyatni ochacak. Chunki Oysham hayoti uzun umr ko'rgan, undan boshqa Ummu Salima va qizi Zaynab bint Jahsh degan bundaq ayollarning rivoyat qilgan hadislarni ochacak uchun bo'lgan. Men buni ko'zlab Alloh taolo asos nima qilib maqsad qilib mushundaq quvvatni bergan bo'lishi uchun mumkin deb nima qilamiz, bunga ishonamiz. Alloh taolo bizni shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki mush hadis bo'yicha men amal qilib haqiqiy taqvo muttaqi olim qilsin. Va oxirida amana alhamdulillahi robbil alamin.